Alimentdan qarzdorligi bor fuqarolarga 3 oylik muddatga cheklovlar olinyaptimi? Sug'urta kompaniyasi tomonidan polislar berilyaptimi? Agar ushbu video sizga qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda videolar qo'yilib, sug'urta kompaniyalari tomonidan 3 oylik muddatga sug'urta polislari berilyapti va MIB tomonidan cheklovlar olib tashlanyapti degan juda ko'p nimalar tarqalgan, yangiliklar, videolar. Ushbu qaror hozir amalda ishlayaptimi? 2025-yil 26-noyabr kuni 3196 tartib raqamli davlat ro'yxatiga o'tkazilgan Adliya vazirligi tomonidan qo'shma qaror bor. Bu Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari hamkorligida qabul qilingan. Ushbu qarorda aliment majburiyati ega bo'lgan fuqarolarga tegishli litsenziyasi ega bo'lgan sug'urta kompaniyalari tomonidan fuqarolik majburiyat javobgarligi bo'yicha sug'urta polisi berilsa, Majburiy ijro byurosi tomonidan 3 oylik muddatga chet elga chiqish bo'yicha cheklovlar bekor qilinishi mumkin deb belgilab qo'yilgan. Lekin ushbu qarorda aynan qaysi sug'urta kompaniyalari tomonidan sug'urta polisi berilishi haqida ko'rsatib o'tilmagan. Va hozirgacha biror bir sug'urta kompaniyasi tomonidan fuqarolarga o'sha fuqarolik javobgarlik bo'yicha sug'urta polisi berilganligi haqida birorta rasmiy ma'lumot mavjud emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar birortasi sizlarga sug'urta polisi olib, MIBda cheklovda taxtga yechib beraman deb va'da bersa, aldanib qolmanglar. Chunki hozirgi vaqtgacha hali bir rasmiy tartib, topshiriq, ko'rsatma yoki buyruq aynan qaysi sug'urta kompaniyalari tomonidan berilishi haqida ishlab chiqilmagan.